Xayr, hammaga bolalar yaxshimisiz, tuzimisiz? Sizlar bilan Ma'rufa Gaming o'z videoda bolalar sizlar bilan biz o'zgacha rubrika qilamiz. Agar kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Biz videoni boshlab bo'ldik. Daha chopamiz. Qanaqa rubrika aka? Qanaqa rubrika desanglar, biz cheat ishlatamiz, ya'ni cheat yozib nima qilamiz? Survival qilamiz. O'zira qaramayapman. Cheat yozib biz survival qilamiz. Shuning uchun oddiy rubrika demayapman. Rubrika bo'lgan yaxshi chiroyligina rubrika bo'lsin. Yonimizda ko'nim bor ekan. Qanaqa cheat aka desanglar, nimaga cheat ishlatmayapsiz unda? Cheat deb qo'ysiz desanglar, hozir foydalanamiz. Bu give diamond mana mashina rubrika mana hozir biz mana olmoz oldik. Mashinaga cheatdan foydalanib biz nima yasa olamiz? Bo'ldi. Buni olamiz. Okey, adashtirmaysizlar bolalar. Nimaga men yana buni yasayman? Manda 3 ton bor. Okey, olmaz, topor yasaymiz. Tosh nimaga kerak desanglar, ko'mir kerak. Ko'mir, pechka, shunday narsalar kerak bo'ladi bizga. Mana o'zi biz kiyinib bo'ldik. Full oy olma. Mana o'zi biz bo'ldik ham. Divi George bu 20 ta bunu olsa maşyonda çok yomon canım geldi. Qilli urib bor mana. Qattasan u, Mamatga ye. Qanday yeysan? Nimaga ko'mir oldik? Yonimizda o'zi ko'mir bor Mamatda. Endi biz 20 ta oldik. Bitta qanchaligini bilib olmaydi. Bizga ko'proq ko'mir kerak bo'ladi. Maqsadimiz nimaligini bilasizlar? Men sizlarga maqsadni aytmadim. Maqsadimiz har doim men videolarimda uy qurib kelyapman. Maqsad uy qurish. Bilaman, sizlar jonlaringga teggan. Sizlarning ham jonlaringga tegdi. Faqat hozir maqsad faqat uy qurish. Nima ma'no uy qurishdan? Shunga rubrika bunaqa antika rubrika bo'lgani uchun va chotki mashina rubrika bo'lgani uchun rubrikamiz. Okey, sizlarga nima qilsalar bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Ne bo'ladi?
Bize temir kerak bo'ladi обязательно. Yanımıza ko'l bor. So'z ko'ldi yanımıza. Okey, mana tosh. Bu yanına gelip qorong'u. What the fuck? Mana bu qo'ydik. Yoqmayapti, bor tepa. Tepa bo'lsa kerak bu joy. Bizani nima tepamizda g'or bo'lsa kerak. Az bor, 5 sekund. Bo'ldi, qaytdim. Okey. До конца ketdi. Ko'proq temir topolmay, mayli bizga. Yonimda nima bor? O'sha skelet bo'lsa kerak. Dana. Akanga qo'ygan. Qanchalik katta ekan. To'g'ri. Oxiri bor buni. Voy, sen la'nati. Qochamiz, voy, ikki kishi ekan. Bekardan daymiz. Olmazlardan kiymadimi? Sallay. Yonimdan ket. Portla. Progress. Demedim nima deydi? Bana qo'y. Şunu kot kaçtı. Değil. Bu şeyimden kot kaçtı. Ama yolda da uçuramaz. Baskıcı sıkça olarmadı. Hatta ketyaptı mı? Ana yapalım. 64. Endi buni qaraylik. Ikkinchi qo'lga olsam. Ana bilaman, yonimizda ham nima bor? Skeletlar bor. Basel ovoz eshitilyapti. Men bu joyga kelmadim. Mana olma temirimga qo'ling tegizmaydi. Temir tushib ketadi deyapti. Voy. Keto. O'ldirolmam mashina. Men juda katta konga kirib boribman, Arkamdan maş devorda orqasidan qanaqadir ovoz kelyapti. Mana devorda orqasimikan. Давайте pastga tushib ko'ramiz bolalar. Hoppa. Mana tushirolmaydi. Qo'ling qayshi sani. What the fuck? Qo'yinga sani. Hoppa, bo'ldi. Mana yorug' qayilib o'tdi. Bizlar mani kanalimda 11-13 disk haqida nima chiqqandi, video chiqqandi. Steve. Voy jallat, men ketaman bu joydan. Qanaqa ovoz eshitilyapti? Mashta nima qilib? Narsa yig'ib
blok yıkıp alıyoruz bunu. Yok mu yaptı bile? Tosun bakacağım. Mo. Okey. Nima mani alfa yig'loq qilib o'ylamaylar biladi. O'zim bilgan yig'layotganim yo'q biladi. Короче, mana shunaqa nimada konda qizani personaj, ya'ni Stiv vafot etgan. Uni ham xuddi men eshitgan nimalar bo'lgan. Bir sakta o'tib ham ketdi u. Nima yerda ochilib ketadi menda? Mana paqman bitga qo'ysi. Yonimda kelayotgan qo'zidan men juda qo'rqaman. Chormazon bo'ldi boru. Mana shuni tekshirib keling mana shu tarafda. Qanaqa joy bu? Pasimda bitta mana nima bor, suv bor, bitta lava. Demak bu olmos bo'shi. Shu yerda ham olmos suv. Nima qilaman qaranglar. Mana Minecraft tushunaman, lekin Minecraft mendan zo'r tushunadiganlar, mana obunachilarim bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada steak qanaqa yozilish, nima olinishini yozib ketarsizlar, nima pishgan, nima qo'rilgan steak. Shuni nimasini topolmayapman. Nima qilmoqchiman? 5 ta temirim. 5 ta nima qilmoq? Oqqani nima buni budjetga olib tursak. Mana nima bitga qo'y. Tursak, bizada qattagina mayam yo'q. Okey. Yana o'ylamaylar, cheat yozishi bilib turib bizdan so'rabdi deb. Ana shuni yaxshi topolmayapman. Cheat yozayman o'zimga. Chiqaryapman, borman shitga olib. Okey, bizlarga hammasi kerak emas. Bale, zombini o'zi ham unaqa chiqmaydi. Ayo, zombini o'zi ekan. Bilyapti, mana qo'rqadi bo'lyapsizlar, mazallayapti. Mana chetga o'tirib. Ustimda kuchli bronikim bo'lib turib, men chiqib qolmasman, yo birodarlar. Insofiylar bormi, meni chiqirmaylar. Qo'rqsam degan bo'lsa, chiqarman. Yonimizda qandaydir spawn bordir. Borga o'xshayapti. Easy. Bu qolmasa bo'ldi, bor bu. Masjidga tushamiz. Xaxt bermalaring menga. Ay biladi. Ay biladi. Oğlum sote. Kotinle kimiydi bana öldürdü? Oğlum sote. Kottan çıkıp geldi. Karanlık süper. Yeti oğlum yapam. Bol. Solma. Maş taraf manga nima. Maşta dolaştı. Solda. Maşta fasan. Maşta bitirib olay. Keyin chiroyli qilib toshlab qo'yaman. Mashta o'tiramiz va mashta video tugaydi bolalar. Agar kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Biz videoni shu yerda tugatamiz. Xayr.